Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men Qashqadaryo viloyati Koson tumani Obod mahallasidaman, Yo'lsoya. Men bolalar nafaqasi bo'yicha ariza topshirib, 8 oydan beri rad etish degan javob bilan kelyapti. Nafaqamni rad etish javobini bilmay yurgandim. Yaqinda chiqmagan joyim qolmadi, murojaat qilmagan joyim qolmadi. Yaqinda bildimki, Prezident portaliga murojaat qilganimda Prezident portalidan meni hokim yordamchisi, mahalla raisi, xotin-qizlar raisi, uchastkovoy noziri, ijtimoiy himoya bola birikkan holda kambag'allik reyestridan chiqarib yuborib, uy-joy, mol-mulk, tomorqasi bor deb xo'jayinimning oylik stajini baland qilib, 11 millionga baland qilib chiqarib yuborgan ekan. Kambag'allik reyestridan chiqarib yubordi bizlarni. Lekin o'zim vaqtinchaga davlat pochtaxonasida yashayman. Uy-joyim yo'q, mol-mulkim yo'q. Vaqtinchaga davlat pochtaxonasida yashayapman mana. Hech qanaqa uy-joy yo'q. Lekin shu narsani ko'ra bila turib, menga tuhmat qilib borsam,